Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana yana bugun navbatdagi Inomarka darvozamizni olib kelib o'rnatib berdik. Navoiy viloyati Nurota tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Nurota shaharchasiga. Darvozani bir qator materiallar bilan tushuntirib o'tadigan bo'lsam, hop, yondor qismini o'rli shivillar qilib berdik. Tagi tomoni ham o'rli shivillar. İchki tomondagi profillar 6x4 2x1 stenada. Darvozamiz 4 qavatli variantda bo'lgan, utupleni shumkali variantda bo'lgan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatda listiga keladigan bo'lsak, qavati 1.8 listdan bo'lgan, 4-chi qavati 1.3 shirshopka listdan bo'lgan. Darvozamiz bir qator gullariga ahamiyat beramiz. Juda o'ziga yarashgan, juda yarashib turibdi o'ziga. Nalichka qismiga keladigan bo'lsak, nalichka qismi yon tarafga 40 cm dan chiqqan, teva tomoni ham 40 cm. Kimga shunaqangi bejirim darvozalar kerak bo'lsa, aloqa chiqishlari mumkin. Navoiy viloyati Karmana tumanida ish joyimiz.